Hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsimizni, ya'ni elektron darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimiz nima? Docs.com, ya'ni Google o'zida yaratilgan nimasi bor, ya'ni ofis dasturlari deganidek. Ya'ni Google o'zi ham docs.com deb yaratib qo'ygan. Ya'ni google.docs.com deb mana shunaqa qidirsanglar chiqadi. Xo'p, bunga biza Gmailimiz, ya'ni elektron pochtamiz bilan kira olamiz. Ya'ni elektron pochtamiz bo'lsagina buning ichiga kiramiz va o'zimizni yozgan fayllarimiz saqlanib boradi. Ya'ni har bir yozgan faylimiz elektron tarzda o'sha saqlanib boradi. Nimamizga elektron pochtamiz orqali google.docs.com mana shu nimasiga saqlanib boradi fayllarimiz. Xo'p, bugun biz nimadan docs.comda, ya'ni Word shakli dokumentlar bilan ishlashni elektron tarzini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bugun nimalarni ko'rib chiqamiz darsimizda? Birinchi bo'lib interfeysimizni tanishtirib beraman. Ya'ni interfeysimizda nimalar bor? File, edit, view, insert, format, tools, add once. Ya'ni bu yerda file ham bor. Qolgani qo'shimcha. Bizga formati insert, view, edit, file kerak bo'ladi bizga. Xo'p, muzika sal sho'killiroq bo'layotgan bo'lsa, sal pastroq qo'yaman. Demak, hozirda o'zimiz interfeysimizning bosh qismida mana shu joy turadi. Ya'ni interfeysdan foydalanishimiz uchun ham bizlarga qulayliklar qilib bergan. Bu ofis dasturlaridagi Word'imizdan anchagina farq qiladi. Ya'ni bunda ofis dasturlarimizni misol uchun matnni chapga, o'ngga qilib yozish yoki bir shriftni tepaga, pastga ili unda qo'shimcha narsalari ham bor. Bunda esa Google o'zi ham uncha qo'shimcha narsalar qo'shmagan. Qaysidir kerakli nimalari bo'ladigan bo'lsa, misol uchun ko'p ishlatiladigan instrumentlarini qo'shib qo'yibdi. Lekin oddiy ofisdan ham qo'shimcha narsalari bor. Oddiy ofisdan ham yaxshiroq nimalari bor. Darsimiz davomida ko'rib chiqamiz. Xo'p, boshidan boshlasak. Ya'ni novi dokument. Yangi ochilgan dokumentimiz novi dokument bo'lib ochiladi. Ya'ni biz mana shu yerda o'zgartirishimiz mumkin. Ismini, misol uchun birinchisi new project yoki new document. Xo'p, new document deb ochamiz. New document deb ochganimizda xo'p, bu saqlanib boradi. Har nimamizga har qilgan ishimiz, har qilgan amalimiz saqlanib boradi. Misol uchun, men hozir mana shu yerdan mana hozir backspace nima xohlagan bir harfimni yozaman. Misol uchun hello. Ko'rdinglarmi? Saving deyapti. Har bir yozgan so'zimiz yoki har bitta ochgan nimamizni saqlab boradi. Misol uchun mana shu o'chirib tashlayman. Qo'ydim, qo'yganim uchun ham saqlab boradi. Mana o'chiraman, mana saqlab boradi. Xo'p, bu narsani esingizdan chiqarmanglar. Har bitta yozgan so'zingiz saqlanib boradi. Ya'ni yozsangiz o'sha yerda saqlanib boraveradi. Bu o'sha oddiy ofisimiz afzallik tarafi shuki, ya'ni biza shunday kompyuterimizda ishlab o'tirgan paytimizda svet o'chib qoladimi yoki bir kompyuterimizni zaryadi tugab qolgan paytida nima qiladigan yozib o'tirgan narsamiz yo'q bo'lib ketishi mumkin. Bunaqa paytda hammamiz to'g'risi jahlimiz chiqadi. Shuncha narsa yozdim, bunaqa qildi. Endi nima bo'ladi deb. Bu yerda esa har bitta yozgan so'zimiz, har bitta ochgan katakamiz saqlanib boradi o'ziga. Xo'p, bu elektron tarzda ishlaydi, ya'ni Wi-Fi ulangan, manda internet bilan ishlaydi. O'shanga e'tibor beringlar. Keyin bu sayt orqali kiriladi, aytganimdek. Xo'p, saqlab boriladi. Mana bu yerda o'zingizga yoqadigan, ya'ni sar qo'yib berasiz. O'zingizga yoqadigan
faylingiz bo'ladigan bo'lsa, o'zingizga bo'ladigan dokumentingiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerga yulduzni qo'yib qo'yasiz. Xo'p, bu yerda ko'chirish deydi, ya'ni artel deydimi, boshqa narsa deydimi, xullas yaratgan narsalarni yoki boshqa bir narsalarga ko'chirish aytyapti. Ya'ni papkalarga yoki bir boshqa bir narsalarga ko'chirib beradi. My Drive deydigan nimaga dasturga. Xo'p, bu My Drive deydigani уже telefonlarimizda bor menimcha My Drive deydi. O'shanga tashlab beradi. Ya'ni fayllarda, papkalarda joylashadi. Mana shu papkalar hozir telefonimizda ham bor. Shunda mana shunga tashlab yuboramiz, xohlagan bir nimamizga, papkamizga. Men misol uchun menda hospital format degan papkam bor. Ro'yxatdan o'tish degan papkamiz bor misol uchun. Noviy format degan papkalarim bor mana. Mana shularga nima qilib beradi? Ya'ni tashlab beradi. U telefonda ochganimda kerakli joydan topib olish imkoniyatim bo'ladi. Ya'ni nima desam bo'ladi? Xo'p, boshini boshlaydik, to'g'rimi? Mana bu saqlab boradigani, ya'ni bizani o'zimizni fayl boshidan boshlasak, ya'ni boshladik. Ya'ni share degani tarqatish, ulashish degan ma'noda, ya'ni share it deydi. O'shani inglizcha so'z bo'lib, ya'ni tarqatish, ulashish degan ma'noda, ya'ni bu narsamni men ulasha olmayman. Что share with people and groups, ya'ni add people and groups deydi. Ya'ni bu yerda grupp yoki odamlarni qo'shsa bo'ladi. Bu yerga misol uchun Gmail qo'shsak ham bo'ladi. Ya'ni Google Docsda Gmail ochib qo'yganlar bo'lsa, o'shalarga qo'shsa bo'ladi. Misol uchun men kimga tashlayman? JK Gmail jk.gmail.com mana chiqardi, ko'rdinglar? Ya'ni bu yerda profil yozganimizdek, shunda profilni nima qilib chiqarib beradi. Ya'ni kimni profili bo'ladigan bo'lsa chiqarib beradi. Misol uchun Rebecca Newhouse, ya'ni bu nimaniki, ana Anglo America degan universitetga ili IELTS Education nima bu nimasi, shularga misol uchun belgilab turib, shularga tashlab olayman men o'zimni hujjatimni. Ya'ni belgilanganimdan keyin notify people deydi. Ya'ni message yozib qoldirishim mumkin. Bu faylda mana shunaqa ma'lumotlar bor, sizga mana shuni yuboryapman. Misol uchun aytibga nima yuborish mumkin? Sizga kerakli matn yozib olasiz, yozib yubora olasiz. Xo'p, new document deydi, ya'ni new document men faylimning nomi, anaga set qilib yuborsak bo'ladi. Editor, ya'ni editor, commander, ya'ni viewer shaklida yuborsak, bu faqat ko'ra oladi, o'zgartira olmaydi. Ya'ni mana shu shakllarga ham e'tibor beringlar. Mana shu viewer shakli, ya'ni editor emas, bu viewer shaklida yuborsak, bu faqat ko'ra oladi, lekin o'zgartira olmaydi. Xo'p, get link deydi, ya'ni bu nimamizni, new dokumentimizni linkini oladi deb boshqalarga tarqatadi. Ya'ni ulashish oson bo'ladi. Bu link haqida ham ozgincha tushuncha berib o'tdikman. Xo'p, fayl kiritadigan bo'lsak, ya'ni new deydi. New document, ya'ni yangi dokument ochadi, yangi template ochadi, ya'ni spreadsheet deydi, presentation, forum, drawing deydi. Presentation, mana bu presentation bizani ofis dasturlarimizdagi PowerPoint deyiladi. Spreadsheet degani bu Excel shaklimiz, ya'ni Word, Excel, PowerPoint deganidek. Bu Excel'imiz, mana bu dokumentimiz, Word'imiz, spreadsheet, Excel'imiz, presentation, bu PowerPoint'imiz. Bu formula qo'shimcha qo'shilgan. Drawing degani ham bor. Xo'p, bularni yangi ochib beradi. Hozir bossam yangi dokument yoki yangi Excel ochib beradi. Bu hozir bizga kerak emas. Ya'ni new dan keyin open, ya'ni open'ni bossak, bizada misol uchun boshqa bir fayllarimni, boshqa bir saqlab qo'ygan fayllarimizni ochadi hozir o'zida. Ya'ni bu hozir menga kerakmaydi. Xo'p, keyin faylni make a copy deydi, ya'ni copyright qilib olish, ya'ni copy of new document deydi, ya'ni copyright qiladi deb bu yangi dokumentga nimami, ya'ni copyright qiladi deb ikkita qilib beradi. Ya'ni bunisi bizga hozir kerakmaydi. Email bu, ya'ni email the file deydi, email this file, ya'ni bu faylni emailga yuborish, ya'ni subject, mavzu deydi. Mavzu degan ma'noda keladi subject. Xo'p, mavzusi new document, ya'ni mana nimamni, dokumentimning nomi new document. Xo'p, kimga? Send yourself copy, ya'ni men buni bosib qo'ysam, buni nusxasini men o'zimga yuboradi.
Xo'p, ana keyin IELTS education boshqa IELTS education yoki boshqalarga boradi. Xo'p, message boya ko'rganimizdek message yozadi. You don't attach include content in the email deydi. Ya'ni buni PDF shaklida yuborsa ham bo'ladi. Ya'ni open document, ya'ni dokument shaklida ham yuborsa bo'ladi, yoki boshqacha bir shakllarda yuborsa ham bo'ladi. HTML deydi, plain text deydi, Microsoft Word deydi. Mana Microsoft Word shaklida yuborsa ham bo'ladi. Xo'p, rich text deydi. Rich text ham Word shakliga kiradi, lekin sal boshqacha formatda. Xo'p, bizlarda PDF qilib yuborsak ham bo'ladi. Bu nima emas. Xo'p, buni ko'rib chiqdik. Ana endi bizlarda yana nima bor? Ya'ni yuklab olish bor. Ya'ni yuklab olganimizda ham Microsoft Word, ya'ni Word dasturi bo'yicha yuklab olamiz. Misol uchun men bu yerda yozgan ma'lumotlarimni Word shaklida yuklab olishim mumkin, yoki open document format shaklida, ya'ni ODF, yana ko'rganimizdek rich text format bor. RTF deb yoziladi, rich text format. Ya'ni mana shu formatda ham. Bu ham Word shakli, lekin sal boshqacharoq. Xo'p, bundan menimcha ma'lumotlarni o'zgartirib bo'lmaydi. Shunaqa bo'lishi kerak. Lekin Word shaklida nima qiladi? Ishlaydi. PDF dokument, ya'ni PDF o'zlaringiz bilasizlar, turibsizlar. Plain text degani bor, ya'ni text shaklida, oddiy qog'oz shaklida, text shaklida tushadi. Web page deydi, ya'ni HTML shaklida tushishi mumkin. HTML web sahifa sifatida nima saqlab qilish mumkin. Publication degani bor. Endi buni ishlatib ko'rmaganmiz. Hozirchalik mana shulardan Word'da tavsiya qilaman. Rich text formati, PDF formatini ili bo'ldi, boshqalariga nima qilamiz? Ya'ni ko'p bunda ishlamaymiz. Make available offline. Ya'ni extension needed to make this document available offline. Install the docs offline Chrome extension to your browser. Ya'ni sizning browzeringizga deydi. Extension needs, ya'ni docsni offline shaklini yuklab oling. Ya'ni internetsiz ishlaydiganini yuklab olsangiz, mana shu faylni offline ham ishlatsangiz bo'ladi deydi bu yerda. Ya'ni offline ishlaysiz, offline ishlaganingizdan keyin nima agarda internetingiz chiqadigan bo'lsa, ya'ni misol uchun bu yerda Wi-Fi puli tugab qolganda offline shaklida ishlatsangiz ham bo'ladi. Bu yerda esa ishlab bo'lganingizdan keyin, ya'ni internetingiz ishlab ketganda, ana keyin nima qilsangiz bo'ladi, ya'ni internet shaklida qayta ishlasak bo'ladi. Xo'p, bu hozir bizga kerakmaydi, bizlarda Wi-Fi bor. Xo'p, bizlarda version history, ya'ni history shakli bor, ya'ni name, current, vision. Version history, ya'ni history tarixlarni ko'radi. Men nimalar yozganman, nimalarni o'chirganman, misol uchun avgust 9-11-24da men yozganman, mana shunaqa qilib. Xo'p, ana keyin avgust 9, 10dan 40, undan oldin men buni yozganman. Ya'ni fevral oyida men buni yozgan ekanman. Nimadir bo'lsa ham. Fevralni 10-250 da mana shuni nimaga ochgan ekanman. Ya'ni bu formatimizni versiya nima deydi? Nomini o'zgartirdim-ku boshida. Nima edi? Dokument edi, oddiy dokument, новый dokument edi. Buni history, ya'ni tarixini ko'rsatib beradi. Mana bu paytda mana buni yozdik, mana bu paytda mana buni yozdik. Xo'p, name, current version, ya'ni bu versiyaning ismini yozing deydi, current. Xo'p, rename deydi, ya'ni ismini o'zgartirish. Bizda new document ismini o'zgartirish deydi. Agar ismini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, mana rename yo'q, faqatgina bu yerda bosib o'zgartirish emas. Endi bizlarga bu yer qulay bo'lgani uchun mana shu do'stlar rename qilib yuboramiz, ya'ni ismini o'zgartirib yuboramiz. Move, boya ko'rganimizdek buni yuborib bo'ladi. Bu yoqqa mana shunday knopkamiz. Xo'p, filedan keyin add shortcut to drive. Drive bu drive nimamizga tashlaymiz. My Drive degan bor, telefonda ham bor. Kompyuterlaringizda ham bo'ladi My Drive degan. Buni elektron pochtalar orqali yoki Microsoft Word orqali qandaydir xullas yo'l bilan ochiladi. Move to trash, ya'ni buni o'chirib tashlashimiz mumkin. Move to trash, ya'ni trashga tashlab qo'yadi. Lekin faqat trashga tashlab qo'yadi. Trash общий o'chirib yubormaydi, faqatgina trashga tashlab qo'yadi. Publish to the web deydi. Ya'ni veb saytga joylashtirish. Buni veb saytga joylashtirib publish qilish yoki embed
embed degani bilmadim, lekin qarang. This document is not published to the web. Make your content visible to anyone publishing it to the web. You can link to or embed your document deydi. Ya'ni sizni dokumentingizni publish qiling, ya'ni ko'p hamma odam ko'radigan qilib deydi. And docs, are you sure you want to publish this document? Yani bu dokumentni hamma ko'radigan qilmoqchimisiz deydi. So'rayapti. Automatically republish when changes are made deydi. Ya'ni bu dokumentni biz o'zgarganida avtomatik ya'ni web sahifaga, ya'ni webga qo'yib beradi. Ya'ni web saytga qo'yib beradi. Publish qilib beradi. Bu bizga kerak emaydi. Ya'ni bizning faylimizni ko'p hamma ko'rish shart emas. Document details. Ya'ni dokumentimizni nimalari, informatsiyalari turadigan joy. Misol uchun buni ichida nimalar yozilgan, nima bo'ldi, qachon ochilgan, qachon yopilgan. Created deydi, ochilgan sanasi misol uchun fevral 13-da ochilgan 2021-yilda. Modified deydi, 11/11/24da nima qilingan, modified qilingan PM by me, ya'ni o'zim tomonidan o'zgartirilgan bu deyapti. Ya'ni 11/24da, hozir 11/36 bo'ldi, boya o'zgartirildi. Owner, ya'ni owner kim? Owner me. Owner shunday yoniga olib borsangiz, mana ma'lumotlar chiqadi. Economic College in Uzbekistan. Ya'ni mana elektron pochtam chiqdi. Ya'ni My Drive ga saqlanib qoladi, lokatsiyasi My Drive. Ya'ni o'shanga saqlanib boriladi. Bu dokumentimizni o'zgarishi ham. Xo'p. Language, ya'ni tilni o'zgartirish. Language'imizni misol uchun men ingliz tiliga qo'yib qo'yibman, buni ruskiyga yoki tillarga o'zgartirsak bo'ladi. O'zimizga kerakli bo'lgan tilni tanlab. Xo'p, bu yerda hozir ingliz tili emas, rus tili turgan ekan. United States ingliz tiliga o'tiramiz va qayta ruskiyga o'tiramiz. Xo'p, bu yerda hozir o'zgarmadi, nimaga faylga nima bo'lmadi? Tilini ruskiy yoki angliyskiga qo'yish mumkin deyapti. Xo'p, ana endi biz nimani ko'rib chiqamiz? Page setup deydi, ya'ni page nimasi, printerdan ya'ni chiqarishimiz, ya'ni pechat qilishimiz deydi. Whole document, ya'ni dokumentni to'liq shakli, orientation, ya'ni orientellari deydi ruskiyda. Orienterimi, xullas A4 formatida bo'ladi. Bu formatni o'zgartirmaganimiz ma'qul, sababi bizani kompyuterda chiqaradigan nimamiz, qog'ozimiz A4 formatida bo'ladi ko'pchilik holatlarda. Ya'ni top 1 meridians, inches, ya'ni u yog'iga ham 1, ya'ni 1 millimetr, menimcha inches degani millimetrmi, sentimetrmi, o'shanaqa ma'noni bildiradi. Top uchun, ya'ni tepa tarafi uchun 1 millimetr yoki 1 sentimetr qoldiradi, pastki qismi uchun 1 sentimetr qoldiradi, chap tarafi uchun 1 sentimetr, o'ng tarafi uchun 1 sentimetr qoldirib pechat qilib chiqarib beradi. Ya'ni oq qog'oz, oq shaklda chiqarib beradi. Portrait, ya'ni landscape, bizga portrait shaklida chiqarib. Xullas, bu yerdagi formatimizni o'zgartirmaganimiz ma'qul. O'zi qanday bo'lsa shunday holatda pechat qilib borsak bo'ladi. Xo'p, pechat shakli mana pechatni bossa o'zida avtomatik chiqadi. Pechat misol uchun, ya'ni boya aytganimdek rangini o'zgartiradi. Bu black and white deydi, ya'ni qora oq, rangli emas deydi. OneNote deydi, OneNote emas. Misol uchun bizda agarda printer, add printer deydi, ya'ni Epson printerlarimizdan ko'p foydalanamiz. Mana shu add printer bo'lsa, ya'ni nima printer yoki nimamizni qo'shadi, biz nastroyka orqali. Xo'p, copy, ya'ni bitta nusxa, ikkita nusxa, uchta nusxa chiqara olamiz. Bu yoqlarga tegmanimiz ma'qul, chunki o'zini nimasida, ya'ni faylni, demak faylni ichini bo'ldik. Shunaqa. Xo'p, bu yerdagi ma'lumotlar, ya'ni sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak bizlarning nimamiz 9 minut bo'libdi. Yarim soat biz nima qila olamiz? Video ola olamiz. Xo'p, demak editga keladigan bo'lsak, hozir biz edit, view, insert formatlarni, toolslarni o'tishimiz kerak.
Hozir biz interfeysimizni uskunalar panelidan boshlasak, misol uchun bu qismi nom satri yoki bir menyular paneli, bu yerda uskunalar paneli joylashgan bo'ladi. Ya'ni uskunalar panelidan boshlasak, ya'ni hello world deyman. Ya'ni hello world degandan keyin bu nimani yozgan narsamni orqaga qaytaradi. Ya'ni Ctrl Z ni bossam ham qaytaradi deydi. Ya'ni shu narsani aytib o'tishim kerak, ya'ni ta'kidlab o'tishim kerakki, Word dasturimizda ishlatiladigan ko'pgina qisqa amal, ya'ni klaviaturada, ya'ni klavishlarda bajariladigan qisqa amallar bu elektron tarzimizda ham bor. Ya'ni orqaga qaytarish, ya'ni undo deydi, orqaga qaytarishi elektron tarzda bo'lsa ham o'sha Ctrl Z ni bossak ham chiqadi, ya'ni orqaga qaytarib beradi. Xo'p, bir marta qaytaraman misol uchun, mana ko'rdinglar? Ctrl Z, mana bu Ctrl Y bo'lishi kerak, to'g'ri, Ctrl Y, ya'ni redo. Ctrl Y ni bossam ham qaytadi, mana qaytyapti, ko'rdinglar? Yozgan narsam orqasiga qaytdi, boshqatdan. Xo'p, mana bitta pechat, mana bitta fayldan pechatni olib yurmaymiz, mana shu yerda o'zida tayyor pechat turibdi. Ya'ni buni printer qilish uchun deydi, Ctrl P tugmasini bosish kerak edi. Ctrl P bosamiz, shunda pechat shakli chiqadi bizda. Ya'ni pechat shaklida nimamizni yozgan matnimizni yoki nimamizni pechat qila olamiz. Yetimizdagi yozganimizni. Xo'p, spelling and grammar check deydi. Ya'ni bu yerdagi men yozgan matnimni to'g'ri yoki xatoligini bilib aniqlab beradigan nima? Ya'ni bu yerda bitta to'g'ri bo'lib turgan bo'lsa, demak men matnimni to'g'ri yozganman. Okay. Bu yerda hello deb yozaman. Ya'ni men bu yerda spell and grammar document looks good dedi. Ya'ni dokumentni ko'rinishi hozircha yaxshi. Hello emas, misol uchun men bu yerda very much so amazing. Xo'p, mana shuni o'zini men ko'rib chiqaman. Dokumentimizni ko'rib chiqishni. Xo'p, hozircha yaxshi deyapti, bilmadim. Nega unaqa deyotgan? Men xato qilganimni ko'rsatib bermadi menga. Xo'p, endi nimadan qoldirib ketganman? Ya'ni xo'p, bu yerda paint format deydi, formatimizni paint qilib beradi. Ya'ni buni shu Limon Arialda emas, buni Pacifico deydi. Misol uchun men buni paint qilaman deb, men bu yerga tashlab beraman. Ko'rdinglarmi? Bu formatini misol uchun tepadagi format, pastdagi format kerak bo'lsa, o'shani nima qilib print qilib beradi. Ya'ni misol uchun men bu yerda so I want to tell you about myself deyman. Xo'p, mana shu formatda yozdim, to'g'ri? Xo'p, bu hozir ekik formatda, ya'ni men buni ekik formatda, tekst formatda qo'ysam yoki jilli formatda qo'yib, tekst formatda qo'ysam ham mana shunaqa chiqadi. Xo'p, bunaqa turganda buni belgilagan holatimda men printni bosaman, ana keyin kerakli joyga belgilasam, bu ham o'shanaqa formatga o'tadi. Ya'ni xohlagancha yoza olamiz, xohlagan formatimizni ko'chirib nima qilsa bo'ladi. Xo'p, bu yerda zoomni qo'yib qo'yganing sababi bizlardagi betimizni zoom, ya'ni katta kichikligi. Lekin shu narsaga e'tibor bering, Ctrl bilan mish
mishkamizdagi, ya'ni sichqonchamizdagi dumaloqni burasak, bizlarda общий, ya'ni nimamiz menyularimizni ham birga kattalashib ketadi. Ko'rdinglarmi? Kontrol bilan nima qilsam, bu menyularimizni ham polni kattalashtirib, kichaytirib beryapti. Menga uzoq bo'lib turgani yaxshi. Endi buni o'chirib qo'yaman. Demak, xo'p, bu yerda bizani betimizni katta kichikligini qilib beradi. Ya'ni bu yerda men buni o'chirib, men 90 deb yozsam ham bo'ladi. Mana betimni kichkina qilib berdi. Ya'ni normal text deydi, ya'ni normal text kattaligi, kichkinaligi, subtitle deydi, subtitle ko'rinishida deydi, update subtitle to match deydi, heading 1 deydi, heading ya'ni tekstim katta kichikligini ko'rsatib beraman. Bu yerda option deydi, optionda save as many default settings deydi, ya'ni saqlab qoladi o'zingiz yaratgan yoki boshqa. Use my default settings, ya'ni men o'zimni default style'imni, ya'ni o'zimni default tekstimni katta kichikligini saqlab ber deydi. Xo'p, rest styles, ya'ni o'zi styliga qaytarib berish. Bizlarda normal text o'zida turaversin. Apply qilsak, mana shu kattalikda yoki kichkinalikda bo'lib beradi. Hozir normal tekstimiz bizlarda apply bo'lib turibdi. Ana endi xo'p, ana endi bizlarda nima bor? Ya'ni Arial, bu yerda bizning matnimiz shrifti, misol uchun men my name is Semi. Ya'ni bu narsani ko'rib g'alati tushunmanglar. Semi degani laqabim, begada unga qo'shimcha, ya'ni mana shunaqa laqabim noodatiy. Ya'ni xo'p, bu yerda men kerakli matnimni belgilayman, ya'ni kerakli matnimni belgilagandan keyin bu yerda har qanday ko'rinishga olib kelib bera olaman. Courier new deydi, ya'ni bu bilsangizlar, veb dasturlash kurslarida yoki veb yozishda dasturlash tillarida mana shunaqa yozuv shakli ishlatiladi. Ya'ni bosaman, mana shunaqa shakli ishlatiladi. Buni jiniga o'tirsam, mana aniq o'shanaqa bo'lib ko'rinadi. Buni har xili bor, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Biz o'zimizdan qo'sha olamiz, ya'ni more fonts bilan biz mana shu yerda fontlarni har xilini qo'sha olamiz. Har xili bor bu yerda. Juda ham ko'p. Nima qilamiz desak, mana ko'rdinglarmi? Chiqaveradi. Mana har xili bor. Bizga keraklisini tanlab, qo'shimcha buni saqlab qo'ya olamiz ham. Xo'p, bu yerda ko'rib chiqdik, menimcha. Bu yerda chiroylisi, menimcha mashinasiga qo'yib qo'yildi, chiroyli ko'rinadi. Demak, mana shu ismga mos deb. Xo'p, bu yerda matnimni kattaligi boya ko'rganimizdek, bu yerda zoom'i, ya'ni betimiz o'zini katta kichikligini qilib beradi. Ya'ni bu yerda esa matnimni katta kichikligini, ya'ni bu yerda kerakli matnni tanlayman, qaysidir keraklisi, misol uchun buni bosaman, shundoq o'rtasiga bosib, 2 marta o'rtasiga bossam, misol uchun 2 marta o'rtasiga bossam, uni matnimni o'zini belgilab beradi. Agarda 3 marta bossam, hamma matnimni, shuni qarshisidagi hamma matnimni belgilab beradi. Qarang, 1 2, xo'p qarang, mana 1 2, ko'rdinglarmi? Xo'p, kerakli matnni bergan, misol uchun menda hello world degani kerak menga. Xo'p, buni kattalashtirib qo'yaman, ya'ni kattalashtirib o'rtadagi degan qilib qo'yaman. Ya'ni bu formatda men helloga ham qo'yishim kerak, sababi ikkalasi ham bir xil bo'lishi kerak. Xo'p, bu jini bo'lsa qo'ng'iroq bo'lib turibdi, o'zini shakli ham chiroyli ko'rinib chiqar ekan. Xo'p, ana keyin menda bu matnim kichikroq bo'lishi kerak. 33 emas, bu matnimni kichikligi 19, 17, 15 bo'lsa ham normal ko'rinadi. Buni zoomda kattalashtirib qo'yaman. Xo'p, mana emas, men 15 ta qo'ysak ham yaxshi, normal chiqar ekan. Xo'p,
editing, ya'ni bu yerda editing, suggesting, viewing, ya'ni bular kerakmaydi bu ko'rinishi. Ya'ni bu yerda jирный qilingan, misol uchun mana belgilangan matn jирный qilingan. O'shaning uchun bu yerda jирный ko'rsatyapti. Bir marta bosaman, jирныйni o'chirib qo'yaman. Mana keyin matnimni davom qilishim mumkin. Ya'ni bu yerga qo'yaman-da. I want to tell you guys about myself deyman. Mana keyin buni o'zini jирныйdan chiqarib tashlayman. Mana jирныйdan chiqarib tashlagandan keyin nima qilaman? Abzas qo'yaman-da. So first of all I am just mana ko'rdinglarmi, o'zi to'g'rilab berdi nimamni. Just a boy who lives a stable life, not rich, not a rich or not a poor, but I can tell it is okay now, but not enough. Xo'p, men kerakli matnim bu shunchaki yozildi, ya'ni kerakli matnimni yozib oldim. I can tell mana shunda xato bo'lyapti, ya'ni grammatik xatolarni topgan shekilli. I am deyapti, change I am ya'ni boshqa harflar yoziladi. Not poor, not a poor, mana to'g'rilab berdi. Ya'ni xatolarim bo'ladigan bo'lsa to'g'rilab berdi, grammatik xatolarimni to'g'rilab. Not a poor emas, not poor, not rich, not poor. Xatolarimni to'g'rilab berdi. I can, ya'ni boshlanib bad degandan keyin I bilan boshlanishi kerak. Ya'ni I degani katta harf bilan yozilishi kerak deyapti. Misol uchun bu yerda oddiy shaklda yozildi, ya'ni bu yerda Times New Roman Arial shaklda yozilganda, Arial shriftida yozilgan. Ana endi qolgan joylari nimada? Komikda yozildi, komik tarzida. Xo'p, men kerakli matnimni misol uchun I want to tell you guys about myself, ya'ni about myself men qiyshiq shaklda, ya'ni qiyshiq shaklda yotiq shaklda deydi, men o'shanaqa shaklda qo'yib yozaman, ya'ni kerakli matnimni. Va yotiq shaklda qo'yganimdan keyin kerakli matnimni tagiga chizaman. Misol uchun I'm just a boy who lives a stable life. Mana shuni tagiga chizib qo'yaman. Ya'ni bu shunchaki sizlarga o'rgatish uchun. Ya'ni kerakli matnimni rangiga bo'yaman. Rangi bu qizil, bu ko'k rang. Bu shunchaki sizlarga ko'rsatib berish uchun qilyapman. Ya'ni qaranglar, o'zidagi standart matnning standart ranglari bor. Misol uchun siyoh rang, blue deyapti. Mana bu red, mana bu orange deyapti, mana bu yellow, bu green, bu cyan, cornflower, blue, purple deyapti, pink, magenta deyapti. Bular light red berry, ya'ni o'zini ranglari. Kerakli bo'ladigan ranglarni qo'yibdi. Misol uchun men bitta qo'shimcha qilib men rang tanlashim mumkin, lekin o'zidagi ranglari keraklilar ko'p ishlatilgan. Bu yaxshi. Xo'p, hello world deganni ham rangini o'zgartirib yuboramiz, ya'ni boshqacha bir rangda qo'yamiz. Customize deyapti. Bunda rangini sariqda qo'ysak bo'lmaydi, ya'ni ko'kda qo'ysak chiroyli ko'rinadi. Lekin bu tiniq, ya'ni
to'q ko'k rangda qo'ysak yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni ko'k rangda. Chunki sababi bizani granitsamiz deydi. Granitsa dedim, stranitsadirmidi? Stranitsamizni nimasi orqa foni oq rangda o'shaning uchun. Ya'ni stranitsa degan betimiz. Ya'ni page deyiladi inglizcha. Xo'p, yana bu yerda nima bor? Bu yerda highlight color dedi. Ya'ni highlight colorlar kerakli joy belgilayman. Highlight color ya'ni bu kerakli nimaga belgilab qo'yadi, kerakli joylari. Misol uchun bu joylari kerak, bu joylari kerak degan ma'noda. Not but it's okay. I can tell it's okay. I can tell it's okay. I can tell it's okay now, but not enough. Kerakli joylarga mana shunaqa qo'ya olamiz. Xo'p, demak, bugungi o'tilgan narsalar shular, lekin men bularni keyingi darsimizda tushuntirib beraman.